Hammaga xayrli kech qizlarjonlar demayman. O'zi o'shandan keyin ichilishi kerak edi, lekin hozir ichib uxlayman. Oriflame kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi aynan mana shu Velocity lineykasidagi aynan magniy B6 bilan uyqum juda yaxshilangani, xuddi chaqaloqdek mazza qilib miriqib dam olyapman. Ishoninglar, men ham ancha tinch. 3 ta farzandim bor, 2 ta o'g'lim bor. Bilasizlar, o'g'il bola bor joyda sho'xlik bor. Endi hozir to'g'ri, qizlar ham sho'x bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin qizimga nisbatan ikkita o'g'illarim mo'yni boshiga ko'taradi uchun o'sha asablar qolmagan, chestni. Aynan mana shu magniy B6 ichib shunaqa shirin uxlayman. Undan tashqari bolalarim jig'li qilsa ham, azob bersa ham o'sha e'tibor bermaydigan bo'pman. Haqiqatan buni kuchi vahshiy zo'r qizlar. Bunaqa ko'rinishda, mana ko'rinishi ham juda chiroyli va bittasini hozir ichib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bana shifo bo'lsin deb ichaman qizlar. Mana mazza qilib, ana endi uxlasam ham bo'ladi qizlarjonlar. Hammalaringizga tavsiya qilaman. Chestni, mendan chestni odziv. Ichib ko'rmagan narsamni reklama berishni yoqtirmayman. Ichib ko'rgan narsamni esa tinmay haqiqatan maqtayman, chunki effektini ko'rganman. Sizlar ham ko'ringlar deyman. Sababi doim yaxshi narsalarni yaxshi insonlarimga, o'zim yaxshi ko'rgan insonlarning ilinishini yaxshi ko'raman. Hammasi yaxshi bo'lib ketdi qizlar. Shuning uchun ishinglar ham yaxshi, zo'r bo'lib ketishi uchun aynan mana shu magniy B6 ichishinglar kerak. Hammaga xayrli tun.